Shu Dilmurod akamizning qo'shiqlari ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalgan. Butun respublika bo'yicha bilasizlar, xabarlaring bor. Juda ham ajoyib, iste'dodli, lekin bu qo'shiqlarda doimiy ravishda yonida mana shu inson bo'lgan. Ko'pchilik MP3 ni eshitadi endi. Videosini ko'rgan Muzaffar akamiz, Madmusayev, familiyadoshlar, hamjigarlar. Bitta qarsak chop qo'yamiz. Endi bu inson bitta savol beraman. Ijtimoiy tarmoqda kuzatasizlarmi? Ha? Bitta savol beraman. Hech kimga bermadim, shu savolni sizga beray. Faqat to'g'risini aytasiz. Ana soch ektirdingiz-ku. Shuni necha pul ketdi, to'g'risini ayting. $1000 ketdi. $1000? Ana. Sarflasa bo'ladi. Bu bosh pul keltiryapti, ishlayapti, pulni qilyapti. Gazini bosing, yo'rib tashlaysiz. Bitta guldiroz qarsaklar Dilmurod akamiz.